Asabga tegadi. Bugun aynan mana shu muammoni to'g'rilashni o'rganamiz. Bu masalani hal qilishdan oldin uni sababini tushunib yetishimiz kerak bo'ladi. Hamma narsa oshiq-moshiq, ya'ni petlyalarimizadagi moyda vaqt o'tishi bilan chang bilan aralashgan holda moy o'zini xususiyatini yo'qotadi va temirga ishqalanishi natijasida o'sha asabga tegadigan g'irchillagan ovoz chiqadi. Masalani hal qilish uchun bizda bir qancha variantlar bor. Birinchisi bu ishlatilgan mashina moyi, ikkinchisi bu lidol, uchinchisi bu oshxonadagi yog'. Kim nimani topsa, kimni nimaga imkoniyati bo'lsa, o'shandan foydalansa bo'ladi. Lekin men tavsiya bergan bo'lardimki, ishlatilgan mashina moyidan foydalanishni. Har qanaqa zamina maslaga borib, ozgina so'rasanglar, qizg'anmasdan sizlarga berishadi. Xo'p, endi jarayonni boshlaymiz. Biz haligi ishlatilgan mashina moyini shpritsga solib olamiz va bizga eski kerak emas, mato kerak bo'ladi. Shpritsga solgan moyimizni ochib, mana bu oshiq-moshiq o'zi orasi bo'ladi. O'sha yoqqa akkuratna oz-ozdan quyib chiqishimiz kerak bo'ladi. Quyib chiqqanimizdan keyin eshikni 2-3 marta ochib yopib olamiz. Bo'ldi. Keyin mana bu ortiqcha oqib chiqqan moylarni haligi eski matoda akkuratna artib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, eshik уже xudo xolasa g'irchillamayapti. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqazmaydi va albatta bu videoni eshigi g'irchillaydigan tanishinglarga yuborib qo'yinglar.